18-fasl. Hazrati Baho'llohning Karbaloga safarlari. Zindondagi voqealardan keyin 1,5 oy o'tgach, 1851-yili Hazrati Baho'lloh Tehrondan Karbaloga Kirmonshoh orqali yo'l oladilar. O'sha kunlari mazkur qissaning muallifi Nabil Luriston viloyatining hokimi Shahzoda Yildirim Mirzoga Hazrati Bobning kotiblari tomonidan ko'chirilgan nusxasi bo'lmish eng mashhur kitoblardan birini keltirib bergan edi. Yildirim Mirzo bu asarni olgach, qimmatbaho sovg'a uchun minnatdorchilik bildirib, javob xatini yozadi va xatida Hazrati Bob amirlarga o'zining sadoqatini izhor qilib, Nabilni ishontirgan edi. Nabil u yerdan qaytar ekan, Hazrati Baho'lloh to'xtagan Kirmonshohga kirib o'tadi. Nabil ul zotga Yildirim Mirzoning xatini ko'rsatadi. Hazrati Baho'lloh xatni o'qib bo'lgach, bunday deydilar: Kojarlarning birortasiga ham ishonib bo'lmaydi. Uning Hazrati Bobga bo'lgan sadoqati to'g'risidagi so'zlari samimiy emas. Mabodo vaqti kelib Hazrati Bobning izdoshlaridan birortasi hozirgi shohni o'ldirsa, u o'zining taxt vorisi deb e'lon qilinishidan umidvor. Shuning uchun ham Shahzoda bizni Hazrati Bobga nisbatan bo'lgan muhabbatiga ishontirmoqchi. Bir necha oydan keyin Yildirim Mirzo Said Basr Hindi ismli chinakam dindorlardan birini o'limga hukm qiladi. Shu tariqa Hazrati Baho'lloh so'zlarining haqligi tasdiqlandi. Tarixi jadid kitoblarida aytilishicha, Said Basr bolalik chog'laridanoq ajoyib qobiliyatlarni namoyon qilgan. Baxtga qarshi u 7 yoshida ko'r bo'lib qolgan. O'zining nogironligiga qaramay, bola ochiq ko'ngil va taqvodor bo'lib o'sgan. U juda badavlat oiladan kelib chiqqan edi. U 21 yoshga to'lganida haj qilish maqsadida Eronga borib, u yerda o'zining xayriya ishlari bilan shuhrat qozonadi. Uning ajdodlari Eronda komil insonning zohir bo'lish haqida bashorat qilgan edilar. Shuning uchun ham Said Basr odamlardan doimo shu haqda surishtirib yurar edi. Ziyoratini tugatgach, u Hindistonga qaytadi. Nabilning hikoya qilishicha, Said Basr ona yurti Mo'ltonga qaytar ekan, yo'lda hayot harflaridan biri Said Hindi bilan uchrashib qolgan va Said Hindi unga Hazrati Bob va ul zotning zuhurlari haqida xabar bergan. Said Basr garchand ko'r bo'lsa-da, qalb ko'zi bilan nomaning ulug'vorligini ko'ra bilgan. U hech ikkilanmay uni qabul qilib, mahbubning o'zi bilan uchrashish umidida yana Eronga qaytgan. Said Basr Eronga yetib keladi, ammo baxtga qarshi Hazrati Bob bilan uchrasha olmaydi. Chunki ul zot Mahku qal'asida edilar. Shundan keyin u Nurga borib, u yerda Hazrati Baho'lloh bilan uchrashdi va Hazrati Baho'lloh uning uchun buyuk ilhom va chuqur ilm sarchashmasi bo'lib qoladilar. Said Basr bu uchrashuvdan so'ng Eron bo'ylab safarga chiqib, Hazrati Bob ta'limotlari haqida ma'ruzalar qila boshlaydi. U ilohiyotchilar bilan suhbatda Qur'on va hadis ilmlarining misli yo'q, bilimdoni ekanligini namoyish etib, hammaning hurmatini qozonadi. Said Basr safari paytida Luristonga tashrif buyuradi va u yerda hokim Yildirim Mirzo bilan uchrashadi. Suhbatlarning birida Said Basr Muhammad shohning nomini tilga olgani uchun Yildirim Mirzo shunday g'azablanadiki, Said Basrni bo'ynining orqa tomonidan kesib, tilini sug'urib olishni buyuradi. Said Basr bu qiynoqqa matonat bilan chidaydi, lekin ko'p o'tmay olgan jarohatlari tufayli vafot etadi. O'sha haftaning o'zidayoq Yildirim Mirzoning murosasiz dushmani bo'lmish ukasi saroydagi obro'sidan foydalanib, hokimni hibsga oladi va u o'z hayotini qamoqda tugatadi. Hazrati Baho'lloh Karbalodalik paytlarida Hazrati Bob izdoshlarining ruhini ko'tarib, ularga tasalli berardilar. Chunki ularning ko'pchiligi o'z ustozlari bilan muloqotda bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lib, umidsizlikda ba'zi bir ulamolarning dalillariga moyillik bildira boshlagan edilar. Hazrati Baho'lloh Karbaloga kelib, dindorlar bilan uchrashadilar va ularga yangi kuch bag'ishlaydilar. Ularning iymoni mustahkamlandi. Endi ular din yo'lida o'zlarini qurbon qilishga ham tayyor edilar. Hazrati Baho'lloh Karbaloga qilgan ana shu tashriflari paytida Shayx Hasan Zunuzi bilan uchrashdilar va uni keyinchalik Bag'dodda oshkor etilajak sirdan voqif qiladilar. Zero Hazrati Baho'lloh shayxning va'da qilingan Husaynni topish ishtiyoqida intizorligini ko'rib turar edilar.
Hazrati Bob esa shayxning orziqib kutgan uchrashuvi Karbaloda ro'yobga chiqishini bashorat qilgan edilar. Shayx Hasan Hazrati Baho'llohga mahliyo bo'lgan edi. Shu kundan boshlab u Hazrati Baho'llohni yangi ustoz deb tan oladi. Hazrati Baho'lloh Karbaloda ko'plab odamlarning qalblarini zabt etdilar. Ularning ko'pchiligi keyinchalik shod-u xurramlik bilan o'zlarini din yo'liga bag'ishlaydilar.